Yangi O'zbekistonda mahalla institutini yanada rivojlantirish, uning jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyatini oshirishga qaratilgan islohotlar izchil davom etmoqda. Prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mahallalarga yangi muhit olib kirish, mahalla yettiligi faoliyatini samarali tashkil etish hamda mahalla raisini hududning haqiqiy boshqaruvchisiga aylantirish bo'yicha muhim vazifalar belgilab berildi. Mahallani rivojlantirish, milliy institutini tashkil etish, mahalla byudjetlarini mustahkamlash, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan yangi tashabbuslar bugun o'z samarasini bermoqda. Urgut tumanidagi Birlik mahallasida bugun qariyb 4800 nafar aholi istiqomat qiladi. Hududda 30 ga yaqin tadbirkorlik subyekti faoliyat yuritmoqda. Eng muhimi, mahalla qator ko'rsatkichlar bo'yicha yaxshi natijalarni qo'lga kiritmoqda. Mahalla yettiligi tomonidan aholining muammolari manzilli o'rganilib, tadbirkorlik tashabbuslari qo'llab-quvvatlanmoqda. Yangi ish o'rinlari yaratilyapti. Bizning mahallamizda 4922 ta fuqaromiz bo'lib, 1084 ta xonadonimiz bor, 1446 ta oiladan iborat bo'lib, bizning mahallamiz chorvachilik, bog'dorchilik va bugungi kunda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish drayverlariga ega bo'lgan mahallalardan biri hisoblanadi. Hurmatli yurtboshimizning 2026-yilda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilinishi bizning mahalla raislariga va yettilik a'zolariga ulkan imkoniyatlarni berdi. Mana kuni kecha prezidentimizning selektorda aytgan gaplari, mahalladagi yaratiladigan imkoniyatlar, raisning o'z roli va katta moliyaviy imkoniyatlar ham ajratilmoqda. Ayniqsa yurtboshimizda 2026-yil 24-iyundagi 116-sonli qarori biz mahalla yettiligini hammamizni o'z vazifalarimizni belgilab berdi. Bundan tashqari mahalla infrastrukturasini rivojlantirish uchun 2027-yil 1-yanvaridan boshlab yer mol mulk solig'idan qoladigan 10% summani 15% ni tashkil etadigan bo'ldi. Bu ham bizga katta imkoniyatlar beradi. Bundan tashqari yettilikning vazifalari to'liq taqsimlab berildi. Qolaversa, hozirgi kunda sudlanuvchi yoshlarimizni mahallaning kollegial qarori asosida kafolatlanishi, ularni qamoq jazosidan saqlab ozodlikda qolishini, agar ushbu fuqarolar yoshlarimiz 3 yil mobaynida jinoyat sodir etmaydigan bo'lsa, bu uchun davlat tarafidan mahalla yettiligini mukofotlanishi ham albatta biz yettilik uchun juda keng imkoniyatlar yaratib beradi. Bundan tashqari bugungi kunda mahallamiz to'liq ishsizlikdan va ajrimlardan xoli hudud hisoblanadi. Yil yakuniga qadar esa biz mahallamizni jinoyatchilikdan va kambag'allikdan xoli hududga aylantiramiz. Bugungi kunda kambag'allik darajamiz 1.3% ni tashkil qiladi. Bugungi kunda mahallamizda deyarli umuman ishsizlarimiz yo'q. Bundan tashqari mahallamiz drayveri bo'lgan tadbirkorlarimiz bugungi kunda ishlab chiqarish va sanoat sohasida keng siljishlarni oldinga olib bormoqda. Masalan, bugungi kunda mahallamizda o'zida beton plita ishlab chiqaruvchi zavodlarimiz, tikuvchilik sexlari, 2 tadan ziyod va qandolat sexlari ham buni yaqqol namunasi hisoblanadi. Hududdagi faol xotin-qizlardan biri Ruxshona Mavlonovadir. U mahalla hududida go'zallik saloni tashkil etib, 2 nafar fuqaroning doimiy bandligini ta'minladi. Shuningdek, bugun uning 3 nafar shogirdi ham kasb sirlarini o'rganmoqda. Tadbirkorning aytishicha, mahalla yettiligi tomonidan tavsiya etilgan imtiyozli kredit uning orzularini ro'yobga chiqarishida muhim omil bo'lgan. Mahallamizda 2330 nafar xotin-qizlarimiz bor. Shulardan tadbirkorlik qilayotgan ayollarimiz bor. Yaqinda yangi salon ochdik. Tikuv seximiz bor, pishiriq seximiz bor. Mahallamiz obod, tinch. Kuni kecha o'tkazilgan prezidentimizning selektorida mahallalar uchun juda katta imkoniyatlar yaratildi. Berilayotgan kreditlarni orqasidan xotin-qizlarimiz tadbirkorliklarini boshlayapti. Tadbirkorlikka jalb qilinyapti. Yosh qizlarimiz, yosh ayollarimiz o'qishlarga qo'yilyapti. Yoshlarimizga keraklicha qo'limizdan kelgancha imkoniyatlar yaratib berishga harakat qilyapmiz. Mana shu yil 20 nafar xotin-qizlarimizni vaucherlar orqali o'qitishga jalb qilindi. Kompyuterga, tikuvchilikka, sartaroshlikka. Manzura Nurmatova va Charos Nurmatova ham hunarmandchilik orqali o'z faoliyatini kengaytirgan fidoyi ayollardan. Ilgari ular uy sharoitida ko'rpa-to'shak tikib kelgan bo'lsa, bugun mahalladagi bo'sh binodan samarali foydalanib, yonlariga yana 2 nafar opa-singlisini jalb etgan holda tikuvchilik faoliyatini yo'lga qo'ydi. Bu yerda nafaqat mahsulot ishlab chiqarilmoqda, balki mahalla xotin-qizlariga hunar o'rgatilib, ularning bandligi ta'minlanyapti.
Men shu tikish bilan shug'ullanib kelamiz. Zakaslarim avval uyda qilaydik, 2 yildan beri men shu xonada ish yurityapmiz. Ko'rpacha, to'shak, kim nima xohlasa shuni qilib, tikib tayyorlab beramiz. Shu xalqning talabiga qarab, ro'zg'orimizga o'tib turibdi, Xudoga shukr. Xalq ham minnatdor, rahmat aytib ketadi. Kengaytirish rejamiz bor, yana mashinalarni ko'paytirib, boshqa ishlar ham qilish rejalarimiz bor asta-asta. Mahalladan takliflar tushyapti. Shularga qarab endi shogirdlar olmoqchimiz, yana kengaytirmoqchimiz. Turib maslahat qildikki, qaranglar, biron joyga bitta joyga tikish qilib, bitta joyga ish qilaylik. Mana men tikishlarim ko'payib ketgan. Har zaman bular hasharga chaqirardim. Bular xo'p dedi, mana bu yerda bekor turgan mahalladagi bitta xonani oldik, ijaraga oldik, ish boshladik. Uyda qo'l mashinada qilaydim ishni. Mana ikkita mashinani olib keldik. Necha yillar oldi mana shu ishlar yo'q edi. Ishlayman desangiz ish joyida o'zi yo'q edi. O'z vaqtlar mana hozirgi davrda butunlay boshqaligi. Mehnat qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Yo'lini topib yaxshi yashaydi ham, bolalarini ham o'qitadi. Birlik mahallasida tomorqadan samarali foydalanish bo'yicha ham ibratli tajribalar talaygina. Dilorom Berdiyeva o'zining 5 sotixli issiqxonasida bodring va pomidor yetishtirib, yil davomida 3 martagacha hosil olmoqda. Tomorqasidagi qulupnay esa oila daromadiga qo'shimcha manba bo'lib xizmat qilyapti. Bugun mazkur tajribani boshqa xonadonlarda ham ommalashtirish, aholining daromadini oshirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Yoshlar balansimizda 1093 nafar yoshlarimiz mavjud. Hozirgi kunda mahallamiz yoshlar o'rtasida jinoyatchilikdan xoli hudud. Prezidentimiz yaratib berayotgan imkoniyatlar natijasida yoshlarimiz bandiga ta'minlanib kelinmoqda. Tadbirkorlikka qiziqishi bo'lgan yoshlar orasida hokim yordamchisi bilan birgalikda imtiyozli kreditlar asosida tadbirkorlik qilish maqsadida kredit mablag'lari ajratildi. Bir nafar yoshimiz 100 million kredit asosida ovqatlanish shoxobchasi, muzqaymoq pavilyoni ochdi, yonida bolalar maydonchasi qurildi. Fuqaromizning xonadonida issiqxona tashkil etildi. 500 dan iborat o'z mablag'lari evaziga bundan keladigan daromadlar yaxshiligi hisobiga yonidan yana 3 sotix yerni qulupnay ekishga mo'ljallab mahallamiz tomonidan suvda ajratish olib borilmoqda. Mahallamizda 30 dan ortiq xonadonlarda issiqxonalar tashkil qilingan. Faol nuroniy sifatida birlik mahallasida biz 3 kishi faoliyat ko'rsatib kelamiz. Uchalamiz ham o'qituvchi, nafaqadamiz va ularga turli tomonlama yordam beryapmiz. Misol uchun mahalla birligi bilan o'sha birgalikda tomorqalarni haydab berdik, kartoshkalar olib berdik. Bundan tashqari o'sha ijtimoiy xodim bilan birgalikda ularga nafaqa pullari chiqarishga yordam berdik. Bundan tashqari o'sha nuroniy jamg'armasi tomonidan beriladigan turli xildagi o'sha kiyim-kechaklar, stoldir, o'quv qurollari shular bilan ta'minlab kelyapmiz. Bundan tashqari jinoyatga moyil bo'lgan bolalar biriktirilgan. Ular bilan shug'ullanib boryapmiz. Bundan tashqari 1+10 dasturi bor. Bunda kam ta'minlangan oilalar bolalar bilan birgalikda ishlab, maktab faoliyatida dars o'tishi, tarbiyasi o'sha bilan shug'ullanamiz. Hozirgi vaqtda prezidentimiz tomonidan chiqarilgan farmonlar asosida demak 60-70 ga yaqin dasturlar o'sha mahallaga yuklatilgan va mahalla mana biz nuroniylar bilan birga o'sha faoliyat ko'rsatib kelyapmiz. O'zgarish yaxshi, mahallamizda obodonlashtirish ishlari, mana keyingi vaqtda tadbirkorlik faoliyati kengayib boryapti. Mana o'quv markazi ochildi. Obod mahalla dasturi bo'yicha mahallamizda o'sha yo'llar ravon bo'ldi. Suvlar qaytadan o'sha tarmoqlar tortilib suv bilan nima qilindi? Elektr energiyasi bo'yicha yangi liniyalar tortildi, yangi simlari almashtirildi, trotuarlar qilinyapti. Yo'llarimiz ravon bo'lyapti. Elektr yig'ilishidan vazifalar belgilandi. Prezidentimiz farmonlarini ijro etishga o'sha mas'ulimiz bajarishga iloji boricha harakat qilamiz. Yoshlarni ilm-fanga jalb etish va ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish ham mahallada ustuvor vazifalardan biri. Asli kasbi o'qituvchi bo'lgan Mahmud Ashurov mahalla faollari bilan hamkorlikda o'quv markazi tashkil etdi. Bugun mazkur markazda 100 dan ortiq yoshlar turli fanlarni chuqur o'rganmoqda. E'tiborlisi, ijtimoiy himoyaga muhtoj va imkoniyati cheklangan oilalar farzandlari bepul ta'lim olish imkoniyatiga ega. Mahallamizda joylashgan 40-umumta'lim maktabga 2000 ga yaqin o'quvchi bor.
birinchi sinfdan 11 sinfgacha shu 2000 ga yaqin o'quvchilarimiz qiynalib qo'shni Tayloq tumanidagi, qolaversa Urgut markazida yoki Samarqand shahridagi o'quv markazlariga borib o'qib kelayotgan holatini o'zim ko'zim bilan ko'rib, bugun bizda qanaqa sharoit qilsak imkoniyat bor. Muhtaram prezidentimiz tomonidan qo'llab-quvvatlaganliklari, qolaversa yoshlar agentligi tomonidan qo'llab-quvvatlab turganligi, ijtimoiy himoya agentligi tomonidan mahalla jamg'armasi qo'llab-quvvatlab turganligi va maktabgacha ta'lim Urgut tuman bo'limi bilan hamkorlikda memorandum tuzib, mana shu yozgi ta'tilda bolalarimizni vaqtlarini unumli foydalanish, samarali foydalanish maqsadida ushbu o'quv markazini tashkil qildik. Ushbu o'quv markazimizda asosan til kurslari, demak ona tilidan, ingliz tilidan kurslar tashkil qilganmiz. Qolaversa matematika, mental arifmetika katta guruh bor, matematikani kichik guruhlarimiz bor va sertifikatga tayyorlaydigan guruhimiz alohida. Mental arifmetika esa o'sha 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan, 7 yoshgacha bo'lgan bolalarimizni mental arifmetikaga jalb qilganmiz. Qolaversa ximiya, biologiya kurslarimiz tashkil etilgan. Bular asosan ertalabki soat 6 dan boshlanadi o'quv markazimizda faoliyat. Ertalab 6 dan tushki soat 2 gacha va tushdan keyin kechki paytda tashkil qilganmiz. Markaz faoliyati yo'lga qo'yilishi natijasida tajribali pedagoglar ish bilan ta'minlandi. Yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratildi. Shuningdek, mahallada kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, yosh avlodning ma'naviy dunyoqarashini boyitishga qaratilgan xayrli tashabbuslar ham amalga oshirilyapti. O'quv markazimizda 1000 dan ortiq badiiy adabiyotlar, chet el adabiyotlari, o'zbek tiliga tarjima qilingan chet el adabiyotlari bilan ta'minlaganmiz va mahallamizda yoshlarimizga ushbu o'quv adabiyotlarni bepul tarqatamiz ro'yxat asosida va sharti shuki, bir hafta davomida o'qigan kitobini esse tarzda yozib kelishadi va esse tarzda yozib kelgan daftarni bizga topshiradi va kitobni bizga qaytarib beradi bepul. Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish maqsadida bugungi kunda mana shu yoshlarimizni kitob o'qishlari uchun kimnidir sharoiti bor, shahar markazidan borib kitob olib kelish, kimda sharoiti yo'q. Shu uchun barcha kitoblarni o'zimiz bilan birga olganmiz. Har 2-3 oyda biz kitoblarni demak o'zgartirib, yana o'sha o'zimizning kutubxonamizni alohida tashkil qilish maqsadlarimiz bor. 150 kishiga moslashgan o'quv markazi bo'lib, hozir mahalla raisimiz bilan, tuman hokimi bilan maslahatlashgan holda ushbu o'quv markazini nasib bo'lsa qishgacha kengaytirish niyatimiz bor. 500 ga yaqin o'quvchilarni qamrab olish ega bo'lgan, demak o'quv markazini tashkil qilish niyatimiz bor. O'quv markazimizning yonidan albatta mana shu xalqimiz uchun, xalqimiz yoshlari uchun u nafaqat 6 yoshdan 7 yoshdan 70 yoshgacha deganday o'quv adabiyotlari bilan to'ldirib biz kutubxona tashkil qilishni bosh maqsad qilib qo'yganmiz oldimizda. Mahalladagi yosh tadbirkorlardan biri Davlatshoh Miliyev ham bugun o'z faoliyatini muvaffaqiyatli yo'lga qo'ygan. U mahalla ko'magi bilan xonadonida pishiriq sexi tashkil etib, 5 nafar fuqaroning bandligini ta'minladi. Ayni paytda bu yerda 30 dan ortiq turdagi pishiriq mahsulotlari tayyorlanib, mahalla va qo'shni hududlar aholisiga yetkazib berilmoqda. Martdan beri ishlab kelyapmiz. Korxonamizda 30 xil turdagi shirinlik mahsulotlari ishlab chiqaramiz. Yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. 8 ta ish o'rni yaratganmiz. Bankdan kredit olganmiz. 50 million so'm o'zimiz sarmoyamiz. Hop shu 100 million so'm bilan boshlaganmiz. 2027-yilda ikkinchi choragiga ishchi o'rinlarini 20 tagacha yetkazmoqchiman. Filiallarni ko'paytirmoqchiman. Yoshlarga juda katta imtiyozlar berilgan hozir davlatimiz rahbari tomonidan. Bundan unumli yoshlarimiz ayniqsa foydalanish kerak. Yurtimizda 2026-yilning mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilingani bejiz emas. Zero barcha islohotlar samarasi avvalo mahallada va insonlar kayfiyatida namoyon bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, Birlik mahallasida amalga oshirilayotgan ezgu ishlar Yangi O'zbekistonda mahalla institutining naqadar muhim o'rin tutayotganini yana bir bor namoyon etmoqda. Chunki mahalla taraqqiy etsa, odamlar turmushi farovonlashadi, jamiyat yuksaladi.